Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Biz xudo xolasa o'zimizda uyda qurilish boshlaganmiz. O'zimizda uyga kelib turgan g'ishtlar ham mana xudo xolasa sinoqlar deyarli chiqmaydi. Mana hozir urishyapti. Ustalarning urush narxlari bir donasi 450 so'mdan urishyapti. Hozir bu yerda 6 xona uy bor. Ishlarimiz razmerlari standart holatda 6-12-25. Narxlariga kelsak, 750 so'mdan zavodda o'zida qo'yganmiz. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beryapmiz. Xudo xolasa ertaga ustalar urish jarayonini ham ko'rsatib o'tamiz. Kimga usta g'isht kerak bo'ladigan bo'lsa, ustalarni ham xudo xolasa mana shu ustalarni ham topib beraveramiz. Vodiy bo'ylab ular ham borib urishaveradi, ko'proq obyekt katta bo'lsa. Juma kunlari 740 so'mdan qo'yganmiz. Ishlarimizni zavoddagi narx cheklanmagan miqdorda yetkazib beramiz. Ko'pchilik shu sho'rida deydi. Xudo xolasa sho'rlash darajasi umuman yo'q. Mana sho'rlashgani yo'q. Sabab turpoqlari toza yaxshi turpoqdan chiqarilyapti. Hozirgi kunda xomush chiqarish to'xtagan sabab ob-havo sovib ketganligi uchun hozir chiqarilmaydi. O'sha yozda qo'ygan fondlarimizda chiqarilyapti. Hammaga mana shunday katta imoratlar qurish nasib qilsin. Biz ham havas qilib xudo xolasa quryapmiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'lasizlar.